Men juda ko'p gapirib kelaman. Bugungi kundagi va ancha yillar, asrlar davomida bizga berilayotgan astrologiya to'g'risidagi barcha bashorat ma'lumotlari deyarli 95% yolg'ondir. Bu chuqur o'rganmaganligi, ularga berilgan ma'lumotni yodlab olib, barchaga shu to'g'ri degan fikrda tarqatib kelishayotganida. Bu ishni asosan chet ellik birodarlarimiz qilishadi. Biznikilarchi? Biznikilar nima qilishadi? Biznikilar ulardan hech qolishmaydi. Biznikilar to'g'ridan-to'g'ri chet ellik birodarlarimizdan ko'chirma olib, ularning gapini tarjima qilib uzataverishadi. Men aslida hech kimni, ya'ni 95% yolg'on ma'lumot tarqatuvchi astrologiya haqidagi ma'lumotlarni yolg'on tarqatuvchi har birini gapirib o'tirishga vaqtimni ham ketkazishni, sarflashni istamayman. Ammo chek-chegarasi yo'q va juda qo'pol xatolarga borgan sari yo'l qo'yilishi davom etayotganligi va bundan tashqari odamlar kun sayin bu yolg'onlarga yanada battarroq kirib ketayotganligini mana bu layklar, bir-biriga ulashayotganliklari va ichidagi kommentariyaga kirib o'qisangiz qanchalik ixlos qilib eshitayotganlaridan ko'rish mumkin. Va bu insonlar bora-bora albatta o'zlarining hayotlariga yolg'on ma'lumot asosida qilingan harakatlari orqali albatta jabr ko'rishlari ehtimoli yuqoridir. Shu sabab bir marotaba bo'lsa ham tahlilini qilib ushbu rolikni tayyorlashga ahd qildim. Ba'zi qovus ichidagi astrologlar faqat prognoz qilaman, bashorat qilmayman deb yozib ham qo'yishgan ekan. Mana namunasi. Avval shundan boshlasam. Xo'sh, bashorat bilan prognozning nima farqi bor? Hech qanday. Bu shunchaki sinonim so'zlar desa ham bo'ladi. Bashorat ham, prognoz ham ma'nosi bitta. Yulduzlar turkumini, inson hayotidagi xaritasini, ma'lumotlarni yetkazib berish. Xo'sh, endi mana bu rolikni diqqat bilan eshiting. Astrologiyada shimoliy va janubiy tugunlar o'zini burjini almashtirdi. Endi ular janubiy tugun Arslon burjiga kirdi, shimoliy tugun esa Dalv burjiga kirdi. Bu yerda soyaviy sayyoralarimiz Rahu hamda Ketu haqida gap bormoqda. Birisi Arslon, birisi esa Qovg'a burjiga o'tib bo'lganligi haqida ma'lumot berilmoqda. Afsuski, bu katta yolg'on ma'lumotdir va odamlarni adashishiga olib keluvchi ma'lumotdir. Ortiqcha gaplarsiz shunda osmonga qarasak, Rahu hamda Ketu sayyoralari, birisi, ya'ni Rahu Baliqlar burjida, Ketu soyaviy sayyorasi esa Sumbula burjida turganini ko'ramiz. Ushbu ayolning roligini davomini ko'ramiz. 2007-yil oxiri, 2008-2009-yildagi bo'lgan holatda eslaymiz va o'sha yilda sizda qanday hodisa paydo bo'lgan? Ana o'sha hodisalarni takrorlanish ehtimoli yoki o'shalarni tugallanish ehtimoli rosa katta. Agar sizda iqtisodiy inqiroz bo'lib kelayotgan bo'lsa, o'sha yildan beri mana o'sha paytda bo'lgan qiyinchiliklarning yakuni kuzatilishi mumkin. Hodisalarning takrorlanishiga kelsak, ko'pchilik takror xastalanishi, takror qandaydir hujjatli muammolarga duch kelishi, inqirozlarga yoki tuhmatlarga qolishi yoki xiyonatlarga va hokazo. Ya'ni har bir insonning ko'pincha davomiy ravishda bir xil hodisalarga duch kelib qolishi kuzatiladi. Va bu aslo sayyoralarning har qaysi biri bo'lsin, ularning joylashuvini o'zgarishi bilan mutlaqo aloqasi yo'q. Bu narsalar takrorlanaveradi toki har bir inson ana shu o'tayotgan sabog'i, sinovi, darsidan o'ziga xulosa chiqarib olmagunicha va uning xulosasi to'g'ri chiqarib olinmagunicha. Qachonki har bir inson o'zida yashab o'tgan hodisalaridan to'g'ri xulosa chiqarib, o'zini to'g'ri isloh qila olishiga yetib kela olsagina, ushbu saboqlarning takrorlanishi, ya'ni hodisalarining takrorlanishi to'xtaydi. Agarda bu ish amalga oshmagan bo'lsa, sayyoralar o'rnini almashtirsa ham, boshqa burjlarga o'tib ketishsa ham, hodisalar takrorlanaveradi. Davomini eshitamiz. Odatda shimoliy va janubiy tugunlarning qaytishi oldingi bo'lgan sikl, 18 yil oldin bo'lgan siklni tugallashidan dalolat beradi. Agar qiyin yillarni o'tkazgan bo'lsanglar, boshidan inshaalloh bilan hammasi tugaydi. Men doim aytaman, shirin yolg'ondan ko'ra achchiq haqiqat yaxshidir. Chunki shirin yolg'on sizni boshi bet ko'chaga olib boradi. Achchiq haqiqat esa sizni dunyoga tetik qarashga undaydi. Bir-birimizga shirin ko'rinish uchun, yaxshi ko'rinish uchun yolg'on gapirib ishontirishdan nima topamiz? Faqat zarar. Faqatgina ro'paramizdagi odamning adashishini topamiz. Endi ushbu astrolog xonimning gaplariga e'tibor qaratamiz. Demak, Ketu va Rahu. Ketu bu o'tmish, Rahu esa kelajak navigatori. Ular qaysi uyingizga, qaysi burjga joylashganiga ko'ra, siz hozirgi ayni damda qaysi yo'nalishlaringizni o'tmishda qoldirib turib, qaysi yo'nalishlaringizni oldinga rivojlantirishingiz shartligini ko'rsatib turadi. 18 yillik siklga keladigan bo'lsak, 18 yillik sikl bu har bir insonda individual holatda amalga oshiriladi. Yanada soddaroq qilib aytganda, misol uchun hozir 2026-yil avgust oyidamiz. Dunyoning qaysi davlatida bo'lishimizdan qat'iy nazar. Va misol uchun menda Rahu va Ketuning 18 yillik sikl, ya'ni davrlari yo'q. Lekin kimdadir hozir boshlanishi, kimdadir esa o'rtasi, kimdadir yakunlanishi bo'lishi mumkin. Ya'ni ushbu 18 yillikning ichida har kim har xil vaqtida bo'lishi mumkin. Shuningdek, kimdadir umuman yashab o'tib bo'lgan bo'lsa, kimdadir endi boshlanayotgan bo'lishi mumkin. Kimdadir esa umuman hali boshlanishiga ancha yillar bor bo'lishi mumkin.
Bu individual holatdagi 18 yillik sikldir. Bu 18 yillik sikl umumiy ko'rinishda aytilmaydi. Har bir insonning o'z xaritasiga ko'ra, alohida ko'rsatmasiga ko'ra ko'riladi. Rahu baliqlarda, Ketu esa sumbulada deb aytayotgan umumiy ko'rsatkichimiz esa bu ham umumiy koinotda hozirgi vaqtda ular qayerda joylashib turganini ko'rsatkichidir. Va bu orqali biz 18 yillik siklimizni aslo ko'ra olmaymiz. U sikl umuman boshqa ko'rsatkichlar orqali aniqlanadi. Rahu baliqlarda, Ketu esa sumbulada deb aytayotgan hozirgi umumiy ko'rsatkichimiz bo'yicha esa har bir inson individual holatda o'zining uyiga qaraydi. Rahu va Ketu qaysi burjlarda joylashganini ko'radi va aynan qaysi uyda harakat qilinishi haqida ko'rsatmasini oladi. Ya'ni kimdadir baliqlar 10-uyda bo'lishi mumkin. Demak, Rahu unga hozir sen e'tiboringni karyerangga, ishingga qarat demoqda bo'ladi. Kimdadir esa u 1-uyda joylashgan bo'lishi mumkin. Ya'ni baliqlari 1-uyda turgan bo'lsa, Rahu baliqlarga kirdi deganda u baliqlarga qaraydi. Qarasaki 1-uyda turibdi. Demak, 1-uyi u o'ziga e'tibor qaratishi kerak. Ya'ni Rahu unga hozir hech narsaga qarama, faqat o'zingga qarat e'tiboringni deyotgan bo'ladi. Mana shunday gaplar qanchalik yer bilan osmonchalik farqi borligini ko'ryapsizmi? Shuning uchun astrologiyani chiqib gapirishdan oldin uni chuqur o'rganish kerak. Bu shunchaki maynavozchilik gaplar emas. Bu butun bir insonning taqdiri, hayot taqozosi. Bu ma'lumotlar orqali inson o'zini yuksak darajalarga yetkazishi yoki-da tubdan eng pastga tushirib yuborishi ham mumkin. Bu astrolog xonimning profilidagi barcha roliklari mana shunday boshdan oxirigacha yolg'on ma'lumotlardan iborat. Barchasini tahlil qilib o'tirish niyatim yo'q. Ammo mana shunisini sizga bir namuna qilib ko'rsatib berdim. Yana birisi bor. Bundan keyingi rolikda albatta qo'yaman. Uni ham ko'rib, tahlil qilib ko'ring. Qolganlarini esa mana shu ikkitasini o'zidan xulosa qilib olaverasiz. Chingiza Alpha Star